Bu yana menda qarang mana. Hayolimda o'yladim-da, hayolimda qozonga ko'chirdim, qarang. Qo'l bilan lag'mon. Hamma masallig'i ichida. Kun oxirigacha ichsa, kasasiga suzilgandi. Tagidan go'sht kelib chiqadi-da. Mana qarang. Mana. Shaharchasiga lag'monda bu mana. Biroz bo'ldi xamirni soldim. Hozir asrdan keyin ichib olamiz, shamgacha deb o'tiramizmi? Ichganlarga, yeganlarga osh bo'lsin. Xayr, omon bo'ling. Assalomu alaykum. Qarang, bu yana menda. Lekin muallifi men emas. 9-sinf qizim bor, Allohdan so'rab olgan, Umida degan. O'sha qizim qildi. O'rgatmadim emas, ozgina maslahat berdim. Endi bu qarang qanaqa chiqibdi. O'ziga o'xshatib to'rtburchak to'g'ragan. Ana san'at asari, mana san'at asari. Yeganlarga osh bo'lsin.